Sahnaga yosh va umidli xonanda Sevgixon Qurbonova taklif etiladi. Marhamat. Har yurakda shiddat bo'lgay, shaf bo'lgay. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay. Har yurakda shiddat bo'lgay, shaf bo'lgay. Yurtboshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz baxt bo'lgay. Vatan bizdan kutmoqda buyuk ishlar, bu ishonchdan jo'shar ishtiyoqimiz. Bunda jamdir barchinoy alfom ishlar, ko'ksi baland yoshlar ittifoqimiz. Har ko'ngilni shamon etmoq uchun ham gullashaylik. O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari bolalikdan asovotni egallab doim zafar quchgan Temur bobomiz 12 yoshida taxtni egallab yurt boshqargan bizning Bobur bobomiz. 9 yoshda Qur'onni yod bilgan kim? Eng ulug' muhaddis Buxoriy bobom. 7 yoshida mantiq sayrni yod olgan kim? Bizning Navoiy bobom. Har ko'ngilni shamon etmoq uchun ham gullashaylik. O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari bugun jahon maydonida ko'p yoshlar bo'lmoqdalar ajdod